Anaki ilovangiz kirish qismi UI'dan moslab beraveramiz o'zizga aytishingizga bosim nima qilib просто UI yo'qligi uchun shunaqa ko'rinish qilib qo'yilgan. Kiriladi jami uskunalar boy sahifada endi. Bo'sh uskunalar, arendadagi uskunalar, to'lanmagan nimalar turibdi. Ogohlantirishlar, kechikayotgan arendalar, qaytdi lekin qarz yopilmagan shunaqa odamlar mijozlardiki ogohlantirishlar chiqib turadi. Faol arendalar olingan, faol 4 ta arenda olingan, qarz yo'q, bo'rak 8 ming 200 ming to'lagandi. Oldindan avans to'lagan. Olgan narsalari ekskavator, buldozer, betonlashtirish hammasi ko'rinib turadi. Oxirgi to'lovlar. Endi bu bosh sahifani o'zi. Uskunalar bo'limi bor bu yerda. Uskunalarda yangi, normal, eski hammasi alohida общий arendada 12 birlik shular ko'rsatib turadi. Uskunalar avtokran nima chiqib ketdi bu? Juft hisob masalan 2 juft omborda 2 juft bor ekan, 0 juft band ekan. Demak hammasi bo'sh degani. Asosiy tarif kunlik, soatlik, kunlik va puli, haftalik, oylik puli, bo'nak, avans puli shular yozilgan hammasi ilovada. Shulardan bu yerdan uskunani qo'shib olaverasiz. Masalan, Lesa deb holati tanlanadi. Eski, yangi, normal hisob. Lesa juftga yursa juft hisob qilinadi. Omborda nechta borligi yoziladi. Masalan 200 ta bor. Asosiy kunlik tarif, asosiy tarif kunlik. Buni soatlikka o'zgartirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Haftalik, oylikka o'zgartirib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Galereyadan rasm tanlanadi. Keyin bu yerga mana soatlik narxi, kunlik narx, haftalik, oylik narx yoziladi. Bo'nak summasi buni yozmasangiz ham bo'laveradi. Keyin qo'shish qilsangiz uskuna qo'shiladi. Hozir avtomatik uskunalari seda turadi. Nechta qanaqa uskuna bor, omborda nechta borligi, nechtasi arendada, nechtasi bo'sh, shulardan hammasi ko'rinadi. Mijozlar. Sizdan foydalanadigan mijozlar. Kimda nechta qancha qarzi bor, kimda nechta nima arendada shular ko'rinadi. Mijoz qo'shishga ism, telefon, pasport, manzil, izoh yoziladi. Keyin pastiga nima qo'shib qo'yamiz bunga? Pasport rasmini oladigan joyini qo'shib qo'yamiz. Arenda degan joyda masalan yangi arenda yaratish bu faol arendalar. Buni arendalarda qaytarish, kimda qaytarish kutilmoqda bo'lib turgan, Jahongir Karimovda qaytarish kutilmoqda ekan. Qaytarish bo'ladi. Arendada qaytarib olib kelganida shu yerdan qaytarib olasiz. To'lovlar bo'limida to'laydigan odamlar. Faollar bittasini qaytarib ko'ramiz. Jahongir Karimov qaytarish qilinadi. Ekskavator olgan ekan, eski. Buni bosamiz. 2 ta olgan ekan. Endi 2 ta qaytaryaptimi? Bizga masalan bitta qaytaryapti. Qaytariladigan son bitta hisoblash 3 kun 7 soat, ijara 5 million 600 so'm, jarima 5 million 610 ming. Bittanikini o'zini alohida hisoblab beryapti. Buldozer olgan ekan, 2 juft olgan ekan, 2 juft qaytaryapti. Beton aralashtirgich 5 ta olgan ekan, 5 ta qaytaryapti. Generatorda qaytarmayapti. Belgilamadik. Hisob-kitob ketdi. Ekskavator bitta 3 kun 7 soat, 5 million 610 ming. Buldozer
2 juft 3 kun 7 soat 13.860. Endi ular taxminiy hisob-kitoblar. O'zimcha narx qo'yib tashlaganman. Beton aralashtirgich 5 ta 3 kun 7 soat 8.575 ming so'm. Tanlanganlar ijarasi 28.45 ming. Jarima, zarar mana yerda tepada keltirilgan. Mana beton aralashtirgichga jarima yozishingiz mumkin olgan odam yoki bironta joyini buzib qo'ygan, zararlab qo'ygan bo'lsa, mana yerga zarar yozib qo'yishingiz mumkin. O'shani ham undirib oladi odamlar. Yopilgan jarima bo'lar, chegirma, jami puli. Chegirmadan olib tashlagandan keyin jami to'lanadigan pul to'lagani 900 ming to'lagan ekan. Qolgan qarz 26.995 ming so'm. Faol qoladigan qoldiq 4 ta qolyapti. Qaytarishni saqlash bo'ladi. Bo'ldi, uni narsalar qaytarib olindi. Mana Dilshod Rahimov. Bu masalan jami olgani bitta olgan ekan, bitta qaytargan ekan, lekin to'lov qilmagan ekan. Telefon nomeri bu, qarzi buncha bor ekan. Endi bu keldida sizga to'lov qildi. 3.700 ming to'lov qilgandan keyin to'lovni olib turib 3.720 ming o'zi yozib qo'ygan. Naqd karta qanaqa usulda to'lagan belgilab turib saqlashni olasiz, bu to'landi, qarzi qolmadi. Mana endi boya hozirgi qabul qilgan mijozimizga 27 million qarzi bor ekan. O'sha jami 5 ta uskuna olgan ekan, 3 tasini qaytaribdi. Endi bu to'lov qildi. To'lov qilgandan keyin shuni to'lovni saqlash qilinadi, 0 so'm qoladi. Endi yana bizda 3 ta pozitsiya qolyapti. 3 ta pozitsiya, 3 ta uskuna qolyapti. Unda 3 tani ertaga olib keldida. Bitta bossak mana oldin qaytgan uskunalar ekskavator, buldozer, beton aralashtirgichga joylashib ketgan. Bugun ekskavator bilan generatorni olib keldi qaytarib yana. Buni bosamiz, bitta qolganida bittani qabul qilamiz. Generatordan 3 ta olgan ekan, 3 tani qabul qilib olamiz. Buni ham hisoblab beradi. Keyin qaytarishni saqlash qilinadi. Qarz hali pul to'lamagan. Pul to'lagandan keyin to'lov saqlash bo'ladi. Mana shu yerdagi barida nima qilingan, masalan, to'lovlarda endi to'langanlar chiqadi. Hisobot bo'limida kunlik tushum, jami qarz, arenda soni, to'lanmagan qaytish, shunaqa narsalar ko'rinadi. Eng ko'p ijaraga berilgan uskunalar reytingi, batafsil uskuna hisoboti. Mana yerda eng ko'p ijaraga berilgan uskuna chiqadi. Qaysi uskuna qancha pul ishlagani. Uskunalar reytingi hamma uskunalaringiz qanchadan pul ishlaganini ko'pidan pastga qarab, nima qilib sortirovkalab chiqarib turadi, topga chiqarib turadi. Keyin batafsil uskunalar hisobotida har bitta uskunangiz bir kunda yoki bir oyda yoki bir haftada qancha pul ishlab keltiryapti sizga hisobotni chiqarib turadi. Mana kunlik, haftalik, oylik. Masalan, oylikda eng ko'p ijaraga berilgan uskuna beton aralashtirgich bo'lgan ekan, 7 ta arendaga berilgan ekan. Keltirilgan tushum 9.415 ming tushirilgan ekan. Mana uskunalar reytingini xuddi shu beton aralashtirgich, ekskavator, generator, buldozer reyting bo'yicha ketyapti. Endi batafsil uskuna hisobotida. Mana shunday ko'rinib turadi. Generator normal 3 ta 79 soat ishlagan. Ijara summasi 22.515 ming. Shunaqa hisobot ko'rinib turadi. Endi bizga arenda yaratishimiz kerak. Mijozni tanlaymiz. Beton aralashtirgich olyapti. Olinadigan summa masalan bizda yangidan 4 ta bo'sh ekan, eskidan 6 ta bo'sh ekan. Bizga 2 ta kerak, 2 tani belgilanadi. Endi
Buldozer. Berib turganingiz, arenda berilib turgandayam qo'shilib nima qilib hisobot yuritilib ketiladi. Yangidan 2 juft bor ekan buldozerdan. Asosiy tarif kunlik. Berib turganlaringiz. Nechta berib turganlaringiz belgilab ketasiz. Keyin mana jonli preview oxirida hisobot bo'ladi. Tanlangan uskuna 2 ta uskuna turi, tarif bo'yicha bazaviy summa 4.760 ming. Tavsiya etiladigan buni 3.640 ming. Chegirma 0 so'm deyapti. Mana shular shunday bo'lib SMS bo'lib boradi masalan. Mana pastga emas qo'ygan beton aralashtirgich 2 ta yangi so'ralgan kunlik, yangi 2 ta 1.120 mingdan. Buldozer 2 juft yangi so'ralgan kunlik tarif kunlik yangi 2 juft 3.640 ming so'm kuniga. Yakuniy ijara summasi uskunalar qaytarilganda haqiqiy vaqt bo'yicha avtomatik hisoblanadi dedi. Arendani boshlash qildik. Arenda boshlandi. Unga mana nomeriga shu SMS bordi. Endi arendani qaytardi. Arendani qaytargandan keyin beton aralashtirgichda oldik 2 ta. Buldozerda oldik 2 ta. Uskuna bo'yicha izoh, tanlangan uskuna preview, qaytariladigan son 2 ta olingan chunki bizda hali hozir yangi qilganimiz uchun hisoblanmagan. Shunga 0 soat 0 so'm, 0 so'm, 0 so'm, zarar 0 so'm, jami 0 so'm bo'lib ko'rinib turibdi. Неизвестный абонент. Aka, hozir telefon qilaman mana. Alo. Aka, hozir video olib turdim aka. Ha. Mana shu hisob-kitob preview uskunalarni topshirgandan keyin hammasi olgan odamingizga SMS bo'lib boradi. Masalan, qancha so'mlik ijara qilingan, qanchasi to'langan, qancha zarar keltirilgan, qancha qarzi qolgan, shular hammasi SMS bo'lib boradi. Qaytarishni saqlash qilganingizda boradi. Hammasi. Xullas shunaqa. Yana o'zgartiriladigan, qo'shiladigan joylarni aytsangiz, qo'shib o'zgartirib beraman.